haydovchilik, xalqaro haydovchilik sertifikatingiz yo'q. Taxovga sertifikatingiz yo'q. Chip karta yo'q sizlarda. Shu bo'yicha hozir protokol tuzayapmiz. Har bir o'g'laringga 6.800 dan jarima qo'yiladi. 50% chegirmasi bilan 3.400 bo'ladi. Agar to'lamaydigan bo'lsangiz, shtraflashib ketamiz. Agar to'lamaydigan bo'lsangiz, jarimaga boramiz. To'laydigan bo'lsangiz, chek chiqazamiz, bankomatdan to'laysizlar, hujjatlaringizni beramiz, yo'llaringizni davlat. Qanaqa savollar? Savol bormi? Mana bor. Mana savol. Hozir chiroyli to'lasak 3 million Tabii. 3 million to'lanadi hozir. 6.800 o'zi 50% ketgan 3 million to'laymiz. Xudo hozir ichib ko'ringanda 3 million pul yo'qda. Sayyohga yuk olib borgandan keyin pul olinadi. O'shaning uchun agar siz savol bersangiz, javob beraymi savolingizga? Men aytib olay-da oxirgi gapimni. Pul olgandan keyin to'lasak bo'lmaydimi? O'shaning uchun har bir o'yinlar hozir yuk egasiga telefon qilasizlar, shu holatni tushuntirasizlar. Kelib to'laydi, yuklaringdan, yukka beradigan puldan minus. Endi mana biz qo'ng'iroq qildik. Yoshlar sanlarga yozadi. Menga namon yo'q. Xabar qolmasa ham qolmaymiz buni. Endi olib qo'yamiz, qachon pul topasizlar, to'laysiz. Endi hamanda biz bola-chaqaga yurgan odammiz. O'zi 4 million 400 dollarga qo'yishi pul. Bola-chaqaga yurgan bo'lsangiz, qonunlarni hurmat qilishingiz kerak. Konvensiyaga a'zo bo'lgansizlar, to'g'rimi? O'zbekiston hududiga kirib kelasiz. O'zbekistonning qonunlariga, qoidalariga rioya qilishga majbursiz. Bilmasligingiz bu javobgarlik. Bizga sal возможность bersangiz, yukni tushirsangiz, возможность berdim, telefonda gaplashaveramiz. Yukni tushirgandan keyin 50% 3 kun yo 4 kun yo 5 kunda to'lanadi. Agar siz O'zbekiston fuqarosi bo'lganingizda mana shunaqa qiladi. Siz chet el fuqarosi bo'lganligingiz uchun ham sizga joyda to'lash imkoniyatini aytyapsiz. Agar to'lamasangiz shtraflashib qo'yadi. Qanday bo'lyapti? Siz bizga jarima soldingizda, jarima solgandan keyin bizga jarimani to'lanmay qamoqda o'tdi. Invoice. Bor, ammo Invoice. ha,